Bugungi videomizda biza sizlar bilan birgalikda Beruniyadagi eng yaxshi barber, ya'ni oddiy tilda aytadigan bo'lsak, eng yaxshi sartaroshxonalardan birisini ko'rib chiqamiz. Bu o'zimizning Mahmud og'am, ya'ni M barberning sartaroshxonasi bo'ladi. Bu yerning manzilini boshida aytib o'tib ketamiz. Bu yoq tarafimiz 69-chi, ya'ni gimnaziya, maktab. Bu yerda hozir ish pram qaynab turgan yerga kelib turibmiz. Qaynab chaynikdan to'gilib turgan yerda. Bu yog'imizdan ham men odam mana shogirdmisan? Xotin kim? Mehrab. Qaysi maktab? Gagarin. Qaysi klass? 8. Ajoyib. Qani, xotin kim sen? Hop. Sen ne? Muhammadjon. Qaysi maktab? 69. Qaysi klass? 5 bu. Ajoyib. Sen hozir bu yoqda aslan kirib ko'ramiz. Satbek, qarma. Общий bu yerda necha odam ishlaydi? Общий 10 chiqaro. Qo'y, ukasing. Chi? 10 chiqaro общий. 10. Xo'p. Necha odamga yog'i bir vaqtning o'zida necha odamning sochini olib bilamiz? Bir vaqtning o'zida bir odammi? Yo'q. Rahmat. Ajoyib bo'ldi biroq bu javob. Men bir tushunadigan odamdan so'raymi? Qaranglar. Qani? Davom qaytadan salomlashmay qo'ying, yaxshi. Az sochlar chiqdi o'zi. Shu yerda hozirgina oldirib, qani, nima deysiz? Soch normalni olibmi? To'g'risini aytavering, biroq sabab zo'r desangiz, odam o'shdan to'xtab qoladi degan yeri bor. Bir vaqtning o'zidan chadamning sochini olib bo'ladi bu yerda. 5 odam sochini. Endi haqiqatdan bu masterning gapi bo'ldi. Necha desa 1 deydi. Xo'p. Necha so'm soch olib bu yerda? 50 ming so'm. Soch olish yuvish ichida bo'ladi. To'y marosimlarida, vinitka bo'laman, liboy yaqinman. Xudo xolasa nasib etsa, chot kelib chiqaveramiz. Sababi o'qib keldik, shu kuyov obrazi bo'yicha xohlagan obrazingizda xudo xolasa chiqarib beramiz sochni. Muammo bo'lmaydi xudo xolasa. Ajoyib. Ko'ngildagidek bo'ladi emas. Kim endi elimiz bilgan insonlardan kimlar bu yerda o'zi soch oldiradi? Endi elimiz bilgan, tanigan, bilgan endi hamma mashhur deb bilamiz, o'zimiz klientlarimizni hurmat qilamiz. Sizlar bilgan, tanigan Umirbek bor, Boburbek bor, Arapoyev, Daniyor Baxt bor, G'ayratjon Ashirov bor, Mansur Toy bor, Mansurbek Matyakov. Ketaveradi inshaalloh. Ketaveradi, xudo xolasa. Bu yerda aytilmay qolgan insonlar lekin xafa bo'lmasa esdan chiqib ketdi hozir. Hozir polniy spisok to'yga aytiladigan odamlarning spisogi bo'lib ketadi, hammasini aytadigan bo'lsak, hozirning o'zida shalma beshorik общий bir ko'rsatib olsak bo'ladi bu yerda ish qanday ketib turganini, uchurt qanday bo'lib turganini. Xo'p, Jo'rabek, sendan necha odam bor? Hozir o'zimdagi uchurt 3 ta odam bor hozir. Izinlar. Siz qachondan beri kelasiz sartaroshxonaga? 6-7 yil bo'lib qoldi. Qanchadan men shu 7 yildan o'tdi. Siz necha yillar bilan o'qidingiz? 87. Qaysi maktabda? 38 kurskada. Kurskada, 87 lar bilan o'qidingiz. Bizning brat bilan teng ekansiz. Sakonni, подписку olsanmisiz siz? O, siz ko'r, Kamol 28-80. Postoyanni kuzataman seni. Bo'ldi. Seni qaysi maktab? 46-chi. Qaysi u? Pravda maktab. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы можем общаться с вами на русском или на узбекском, как вам будет удобно? Без разницы, можно и на русском, и на узбекском. Ну, как вы приехали? Нормально, очень хорошо. Понравилась мне работа Махмутака. Все делает идеально. Мне понравилась его работа. O'zbekcha ayt. O'zbekcha? Xo'p, yaxshi. У нас нет не таких много вопросов не задаем, чтобы не было бы трудно. Надеюсь, наши подписчики поняли, о чем вы сказали на самом деле. У нас зор, ajoyib oladi Mahmud og'am rayonda номер 1 men uchun, постоянно shuning uchun Rossiyadan shu yerga kelib turibman deb turibdi. Ne, shuchi uradi. Xo'p, sizni og'a, assalomu alaykum. Siz qancha vaqtdan beri kelasiz? 1 yildan beri xalagan stilda zakon etib chiqarib beradi. Ajoyib. Ko'ngildagiday. Uylandingizmi, uylanmadingizmi? Yo'q hali. Uylanajaqdan kelasiz qo'nda. Xudo xolasa. Ajoyib. Shu yerda oldiribmiz postoyanni. Bizning oxirgi odamimiz qoldi. Ha, Jasurbek? Sadaram ayliqni berdimi? Nova. Xo'p, sen nerda ishlaydi?
Ekostroyda shu. Burnini siqchimi debmi? Emaschi. Xo'p, bu ukamiz Ekostroyda ishlaydi, ya'ni Sardor akamizning xo'stovarida, hamma bilatan. Sardor aka ko'rib turgan bo'lsan, assalomu alaykum. Ballar men topib birpan, meni topa olmay yurgani uchun. Xo'p, umumiy ko'rsatgan bo'lsak, endi prikol o'z o'rnida, soch bu yerda olish, hamma narsasi yuvishi, boshqa narsasi ichida umumiy 50 ming so'm bo'ladi. Hey. Xo'p, pastda Mahmud ham shu yerda nomerini yozib qo'yamiz. Bemalol hozirning o'zida zont etib turib kelsangiz bo'ladi. Bu yerdagi ishning sifati, umuman olganda qanday olishini shu yerdagi insonlardan ham bir qator so'radik, lekin bu insonlardan biza so'rash bilan birgalikda umumiy kadrning o'zi ko'rsatib turib turib bo'lamiz. Ya'ni agar sochni yaxshi olmaganida shuncha inson bu yerda o'chirib kutib o'tirmay, albatta nishitgan bo'laydi, конечно, boshqa sartarashga borgan bo'laydi. Bu yoq tarafimizda polniy bo'lyapti jamiyatga. Bu Mahmud ağam balası, ya'ni budущий sartarash. Qachon sochab boshlaysan? Indigin. Ha? Indigin. Kimning sa bizni sochni olib berasan mendigin? Hava. Bo'ldi. Ating kim sen? Muhammadjon. Muhammadjon? Qat ayt. Muhammadjon. Zakonni. Xo'p, bu yoqda mana choti tanish ko'rinadi ona odam. Yotishdi. Uni beting beklayapsan. O'shan jigar? Kameraga man. Hamma shu yerda mana. Xo'p, sen qancha vaqtdan beri kelasan o'sha? Men kichkina vaqtimdan beri kelaman. Kichkina vaqting qachon? Shunday 4 yosh 5 yoshimdan Mahmud bu ona yoqda chiqqandan beri borsan sen. Yoqdan bormiz. Nelding vaqtidan beri. Urganchga maz olib keldik tanishingcha. Xo'p, nima deysan-da bu haqida o'zing fikring qanday? Endi Mahmud ham zo'r, tajribali. Rayonning yarmi keladi vaqtamiz. Bu yerda insonlardan fikr so'rashimizdan maqsad hammani maksimal darajada o'zining fikrini, ya'ni o'tsif deymiz, sharhini ko'rsatishga harakat etdik. Lekin ko'pchilik tanishlarimiz, do'stlarimiz, og'alarimiz, shaxsan o'zim ham aslida shu yerga kelib turib sochimni oldiraman va rayondagi eng yaxshi sartarashxonalardan birisi deb bemalol ayta olaman. Sababi sizlarga hamma narsa bor bu yerda. Bu tarafdan ko'rsatgan bo'lsak, polniy shu yerda naborlar, betning chiskisi uchun ham, soch xalagan stilingizni olish uchun, xalasangiz kelet to'sov uchun ham, boshqa uchun ham, bu tarafda o'tiraman desangiz, o'tiratan yerlar, ana yoqda yoqqa chiqib olsizlar. Bu yoqda keyin xolodilniklar, bu yoqda sochni yudirasiz, ko'rib turganingizdek, bu yoqda еще massajli kreslolar ham bor. Mana necha so'm edi u, kreslo? 5 ming so'mga 3 minut bo'ladi. 5 ming so'mga 3 minut. Xo'p, Jo'rabek aytgancha, Jo'rabek bemalol tabriklashingiz mumkin. Yaqin degan ham bir 3 oy o'tdi. Beruniyda number 1 bo'ldi. Ya'ni sartarashlar o'rtasida birinchilikda. Ana, avaqani? Ne, Denis? Beri to. Нет. Это кубка beri. Tak. Ko'rib tursiz, Beruniyda ya'ni battle bo'lib o'tdi. Battle degani endi mana bir kurash, oddiy etib aytadigan bo'lsak, va bu kurashda Jo'rabek bir ovozdan g'alaba qozondi. Endi shu narsa bo'yicha kim yuratdi sochni olib qachondan beri kiyursan bu yerga? Men bu yerga kelib yurganimga 7 yil bo'ladi. Mahmud og'am o'rgatgan mana shu vaqtgacha. Mening ustozim shu Mahmud og'am shu. Mahmud og'am tarbiyasini olgan bo'lmadik, rayondan birinchi o'rin bo'ldik. Endi birinchi o'rin bo'lgandan keyin bunday bir qanday, ощущение, nima deydi, hissiyotlar qanday? Bu emotsiyani bildirib bo'lmaydi, lekin boshqacha emotsiya so'z bilan bo'lmaydi u. Ajoyib. Mahmud aka, shunda shagird olasizmi, hozir olmaysizmi? Shagird olamiz. Necha yoshdan boshlab? 7-klassdan boshlab olamiz. Shu oylig'i 500 ming so'm bo'ladi. Oylig'i 500 ming so'm. Hozircha shunday. O'rtacha, masalan, Jo'rabek necha oyda nima yo'llanma bergangan? Maslahatini olib. Aniq endi 6 oy, 3 oy degan narsa yolg'on bo'ladi. To'g'risini aytganda, 1 yilning ichida soch olib bo'lsa bo'ladi. Soch olib boshlasa bo'ladi. Bo'ldi, xudo xolasa nasibsa. U yolg'on so'lash kerak emas. 1 oyda o'rgataman, 3 oyda o'rgataman, 0 dan 1 oy, 2 oy, 3 oy degan narsa yolg'on narsa kerak emas. Oshxona aytamiz o'rasasini. 1 yil ketadi. Ajoyib. Soch topib boshlasa, ana yanda pul, biznes pul berilmaydi. Bermay qo'yaveradi. Ana shu. Endi 7-klassdan boshlab demak kelsa bo'ladi bemalol. Misol ko'rib turgan ota-onalar bo'lsa, sizga nazarga bersa bo'ladi. Albatta. Hozirgi vaqtda necha shagird bor? Hozirgi vaqtda bir 5-6 shogirdimiz bor. O'xshi ishlab turganlar bilan necha? O'xshi ishlab turganlar bilan
Ha? 9 ekan. 9 ha. Siz Mahmudam sondan bilmaydigan qizdan. Chencha deydi ona qarab. Xo'p. Demak, qo'lga olgani 1 2 3 4 ta, to'g'rimi? Albatta. Bo'ldi. Eng zo'ri Eng zo'ri Jo'rabek, Suhrob, Asadbek. Endi qag'allarni chiqarib berdik. Diyar qalay bo'ldi? Ahmadjon. Diyar ne? Zavushni o'qimaymi Diyar? Zavishni o'qib bitirdi. Akbar bor ekan shogirdimiz. Akbar, Rahmatjon, Diyorbek. Shularni chiqardik. O'zaychasini berdik. Hozir shunda o'zi o'lar o'zlari anayoqda ishlayaptilar. O'zlari dini chiqib ketdilar. Zavushni o'qiydigan xizmatlar ham bor. Albatta. Zavishni o'qisa qimmatroq bo'ladi. Ko'proq o'qiydi-mi? Albatta. 4 yil emas 5 yil o'qiydi universitetda. Shunday bo'ladi. Xo'p, endi bir nomeringizni aytib bering, yetib qanday tip kesalar bo'ladi, soat nechadan nechaga ochiq bo'ladi bu yer? Endi azon 9 dan 10 gacha ishda bo'lamiz. Kechki 10 gacha. Kechki 10 gacha. Telefonlashib kelsanglar, xudo xolasa, chiroyli qilib beramiz. To'y marosimlar bo'ladigan bo'lsa qancha vaqtdan aytgan yaxshi? Endi iloji boricha men iltimos etib qolar edim, sochlaringizni oldirmanglar. Keldi etib kelmanglar iloji boricha. Biz qiynalib turibmiz. Istoriyada qo'yib iloji boricha oldirmanglar. Kelsanglar, chiroyli etib, qirqib, chotga etib, mashina etib chiqarib beramiz, xudo xolasa nasib qilsa. To'ydiki necha so'm misol? Qiz chaqirishma to'y o'pshi ikkovini masalasiga aytdim bo'lsam. 500 ming so'm bo'ladi. Hamma narsasi ichida bo'ladi. Shu 2 kun bo'ladi, 1 kun bo'ladi. Chotga etib, shu para, maskasi, hamma narsa ichida. Shuni. Qo'lni stilizdan. Albatta. Mazali etib chiqarib berasiz, 2 kundan keyin kelin hayron kimidi u. Albatta. Xo'p. Endi adresni ham marta eslatib o'tamiz. Bu yog'imiz mana 14 kollejdan tushib keldingiz. 14 kollejdan tushib kelgan vaqtingiz gimnaziyaga yetmay burun o'ng qo'lga ko'chaga burilasiz. Shu ko'chaning oxirida bo'ladi. Ya'ni ko'rsatib sirtda turgan M-Barber yozuvini turlab kelsangiz bo'ladi. Hozir aytib o'tilganday, azongi 9 dan kechki 10 gacha ish faoliyatida bo'ladi. Ya'ni umumiy 13 soat ish faoliyatida. Endilikda siz ham bemalol kelib turib xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Bu videomizdan maqsad shunday yaxshi joy bor ekanligini Beruniyda bilmaydigan insonlar bo'lishi mumkin. Shularga ko'rsatib o'tish. Bu yer aslida hech qanday reklamaga muhtoj emas. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, yaxshi narsaga reklama nima kerak? Agar odam normal bo'lsa, unga reklama aytadi. Agar yaxshi joyni ko'rsatmaydigan bo'lsak, qurg'ana shu bilgan odamlar qolaveradi. Ya'ni boshqalar misol uchun bilmay yuraveradi. Kim uchundir hozir birgina o'zining baribirgina sartarashi, lekin undan ko'ngli to'lmay yuribdi. Lekin kimdir izlab topolmay yuribdi. Kimdir yaqinda Rossiyadan kelgan, u yoqda nerga oldirsak bo'ladi sochni deb har kuni o'ylanib sochini necha etib oldirarini bilmay yuribdi va soch uji o'sib ketgan. Ana shu narsani hisobga olib, hamma tarafini hisobga olib aytganda, agar yaxshi joyda kimdir chiqib ko'rsatmaydigan bo'lsa, yaxshi joyga reklama, yaxshi narsaga reklama kerak emas. Ana shu yo'sinda ish ko'radigan bo'lsak, shu yurtimizdagi insonlar, bizlarni ko'rib turgan insonlar bu narsadan bexabar qolib ketadi. Bu narsadan maqsad yolg'ondan ko'pirtirib maqtash emas, hammasini insonlarning, o'tirgan insonlarning o'zidan fikrini so'rab o'tirmiz. Hech narsa ko'pirtirilib o'tirgani yo'q, osmondan olib o'tirgani yo'q. Bu bolalar bizga kishasini pul tiqib so'rab o'tirganimiz yo'q. Hammasi shu yerda, как положено, biz videoni boshlagarimizdan beri hali uchortini kutib, shogirdlar shu yerda ish o'rganib turibdilar. Bemalol endilikda soch oldiruvchi agar farzandingiz bo'latan bo'lsa, hali farzandingiz azondan kechgacha telefon o'ynab aytganda aytmay yurgan bo'lsa, albatta o'zining ustasini, ishining ustasini shogird beradigan bo'lsangiz, tarbiya taraflamada, ertang yo'lni tovush taraflamada yaxshi bo'ladi. Sababi hunar o'rganib qo'ysa, ertang Rossiyada ishlasin, Angliyada ishlasin, Estoniyada ishlasin, sochab bilatan odam kam bo'lmaydi, to'g'rimi? Ha. Sen eng zo'r shogird deydi Mahmud aka. Nima emas? O'shan sen endi nima bo'lsan? Nima deyman? Xo'p. Podpiska bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Asadbek ko'chada yuribdi mana. Podpiska bosib qo'ysangiz, Beruniyda shunday eng yaxshi joylar nerda ekanligini, nerda nega suzib turganini, nerda nu ochilib o'tir, nu o'zgarishlar bo'latir, qanday yangiliklar bo'latir, odamlar nishet o'tir, nishet pul topib o'tir. Xullas, Beruniy bilan bog'liq hamma narsani hammadan birinchi bilib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuning uchun pastda podpisatsiya knopkasi chiqib turibdi va like knopkasi chiqib turibdi. Videom sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like ham bosib qo'ying va sonda turib ustuna bosib qo'ysangiz bo'ldi. Va podpiska bosib qo'ysangiz, tezroq bir nasib bo'lsa 15 ming bo'lsa, undan anaqanda bundan ham yaxshi joylarni ko'rsatib borishga va'da beramiz. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling.